Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qaynam istiqdanlar ekranımızda olsun. Amerika Maliya Ministri bilan Xitoyning muavin bosh ministri görüşdü. Amerika Maliya Ministri Janet Yellen bilan Xitoyning muavin bosh ministri Liu He Yuzdrani görüşüb, ixtiloflarni hal qilib, hamkorlikni kuchaytirishni umid qiladiganligini bildirishdi. BBC'ning xabarida bildirilishicha, 18 yanvar Amerika Maliya Ministri Janet Yellen Xitoyning muavin bosh ministri Liu He bilan Shveysariyaning Zurix shahrida tunji qatim ko'rishgan. Bu Xitoyning virus yuqumini nolga tushirish siyosatini bekor qilgandan keyin Xitoy yuqori darajalik amaldorlarining tunji qatimliq chet el ziyorati ekan. Xabarda qayd qilinishicha, ko'rishda Janet Yellen garchi ba'zi sohalarda ixtilof bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uqishmaslik bo'libmi aloqaning kamchiligidan kelib chiqqan masalalar bizning ikki taraflik iqtisodiy va pul muomala munosabatimizni nacharlashtirishga yo'l ochmasligi kerak degan. Xinhua agentligining bu haqda bergan xabarida Xitoy Amerikaning iqtisodiy, savdo va texnika siyosatiga bo'lgan andisini o'ttirg'i qo'ygan. Bildirilishicha, Yellen bilan Liu ikkilisi ikki davlatning aloqani kuchaytirishi intayin muhim deb qaraydiganligini bildirgan. Ikki taraf o'tgan yil noyabrda Xitoy raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden ko'rishganda bergan va'dalarini qayta takrorlagan. Xabarda yana Amerika Maliya ministri Yellenning yaqinda Xitoyda ziyorati bo'ladiganligi, bu ziyoratning yaqinqi yillarda nacharlashgan Amerika-Xitoy munosabatini qayta qurishni maqsad qiladiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2-oyning 5-ida Xitoyni ziyorat qiladigan bo'lib, bu Blinkenning Amerika tashqi ishlar ministri bo'lgandan buyongi tunji qatimliq Xitoy ziyorati hisoblanadigan. Xitoy uchur texnika mahsulotlarida Xitoychadan boshqa til ishlatishga bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Ma'arif ministrligi atalmish uchur texnikasi mahsulotlarida davlat o'rtaq til yoziqini ishlatishni boshqarish belgilamasini e'lon qilgan bo'lib, mazkur belgilamaga asosan uchur texnikasi mahsulotlarida Xitoy til yoziqidan boshqa til yoziq ishlatish cheklangan. Xitoy ishchilar gazetining xabarida bildirilishicha, Xitoy Ma'arif ministrligi 16 yanvar atalmish uchur texnikasi mahsulotlarida davlat o'rtaq til yoziqini ishlatishni boshqarish belgilamasi nomli yangi belgilama e'lon qilgan. Mazkur belgilamada uchur texnikasi mahsulotlarida Xitoy o'rtaq til yoziqini qo'llanishda Xitoy e'lon qilgan til yoziq qoidasi o'lchamiga uyg'un bo'lishini talab qilgan. Mazkur belgilamada raqamlik va tor nashr buyumlarining davlat o'rtaq til yoziqini qo'llanishi, Xitoy tilining fonetikalik alifbasi, umumiy adabiy til tovushi, qiliplashgan Xitoy yoziqi, hozirgi zamon Xitoy tilining so'z shakli, tinish belgilari va raqamlarni ishlatish usuli qatorliq til yoziq o'lchamlariga uyg'un kelishi kerakligi, Xitoy tili dialekti, murakkab xat, variant xatni qo'llanishga to'g'ri kelsa, atalmish Junxo Xalq Jumhuriyatining davlat o'rtaq til yoziq qonunidagi aloqador belgilamlarga uyg'un kelishi kerakligi bildirilgan. Bildirilishicha, belgilamaga asosan Xitoy til yoziq xizmati tarmog'i aloqador mas'ul tarmoqlar bilan birlikda hozirgi zamon Xitoy til yoziqidagi qo'ral kitoblarning raqamlik va tor nashr buyumlarini nazorat qilib tekshirishga mas'ul bo'ladi ekan. Yerlik har darajalik til yoziq xizmati tarmoqlari o'z ma'muriy rayondagi darslik va hozirgi zamon Xitoy til yoziqidagi qo'ral kitoblardan boshqa raqamlik va tor nashr buyumlarini nazorat qilib tekshirishga mas'ul bo'ladi ekan. Belgilama 2023 yili 3-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi ekan. Xitoy rejimi atalmish har qaysi millatlar o'zining til yoziqini ishlatish va taraqqiy qildirish huquqi bo'ladi degan asosiy qonuniga xilof holda boshqa millatlarni Xitoy til yoziqini ishlatishga majburlab kelmoqda va o'zlarining asosiy qonuniga xiloflik qilib kelmoqda. Filippin prezidenti Janubiy dengiz haqida ogohlantirdi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos Janubiy Xitoy dengizida Filippin bilan rayondagi haq talab qilayotgan davlatlar o'rtasidagi kelisholmaslik masalasi haqida to'xtalib, rayonda haq talab masalasida ixtilof qilishayotgan davlatlar o'rtasida kelib chiqadigan urushning ig'ir oqibat elib keladiganligi haqida ogohlantirdi. TRT xabar kanalining bugungi xabarida bildirilishicha, Marcos Shveysariyaning Davos shahrida o'tkazilgan dunyo iqtisod munbiridagi talash tortishning temasi bo'lgan Janubiy Xitoy dengizi haqida to'xtalgan. Marcos rayondagi talash tortish ichidagi davlatlar o'rtasidagi to'qinishning ig'ir oqibatlarini keltirib chiqaradiganligini ogohlantirib, bu masalaning jiddiy bearam qilayotganligini bildirgan. Marcos harbiy aralashishning to'qinishni hal qilishdagi tanlashlarning ichida emasligini va keskinlashayotgan jiddiylikning savdoga passiv ta'sir ko'rsatadiganligini tilga olib,
Bizning Xitoy bilan ziddiyatlik talablarimiz yo'q. Xitoyning bizning zaminimizda talabi bor degan. U o'zining bu masalani Xi Jinping bilan muzokara qilganligini, ammo qisqa vaqt ichida hal qilish chorasida cho'ng ilgirlashlarning bo'lmaydiganligini ifodalagan. Va Xitoy Tayvan orasidagi jiddiylikning Filippinning rayondagi jo'grafiyalik o'rni sababli Filippinga ta'sir ko'rsatadiganligini tilga olib, biz oldingi safda turyapmiz. Agar bu yerda biror ish yuz bersa, biz azoblanamiz degan. Markos Ukraina urushining uning davlati va dehqonchilik ishlariga ta'sir ko'rsatganligidan hayron qolganligini ifodalab, Janubiy Xitoy dengizidagi to'qinishning butkul dunyo uchun ofat xarakterlik bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ygan. Yaqindan buyon bu rayonda jiddiylik kun sari kuchayayotgan bo'lib, Filippin 2022-yil ichida Xitoyga taxminan 200 qatim norozilik bildirgan. Germaniya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo qizil raqami davomli oshmoqda. Germaniya hukumatining tashqi savdo organi tadqiqotida ko'rsatilishicha, Xitoy 2022-yil yana bir qatim Germaniyaning eng muhim savdo sheriklaridan biriga aylangan bo'lib, ammo Germaniya Xitoy savdo qizil raqami davomli oshgan. Fransiya xalqaro radiosining 19 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Germaniyaning tashqi savdosining Xitoy bozoriga bo'lgan tayinishchanligi davomli oshgan. Bu ma'lumot Germaniya savdo va mablag' selish organi GTAIning chorshanba kuni e'lon qilgan baholash natijasi ekan. Dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga aylangan Xitoyning Germaniyaga qilgan eksporti 2022-yil davomli oshgan bo'lsa-mu, ammo Germaniyaning Xitoyga qilgan eksporti bultur biroz oshgan. Natijada Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan tashqi savdosi kun sari tangpungsiz holatga kelgan. Bildirilishicha, sonliq ma'lumot Germaniyaga foydasiz savdo iqimining o'zgarishini ko'rsatib bergan. Bir tarafdan Xitoyning Germaniyani eksport qiladigan o'rin qilishining muhimlik darajasi tuvanlagan. Germaniyaning Xitoyga qilgan eksporti o'rtacha hisob bilan 3.7% sur'at bilan tuvanlagan. Yana bir tarafdan Xitoy shirkatlarining Germaniyaga qilgan eksporti uzluksiz oshgan. Germaniyaning Xitoyga bo'lgan beqinishi kun sari eshib, savdo qizil raqami shiddat bilan o'rlagan. Gerçi Xitoy Germaniya eksporti uchun eng muhim savdo sheriklarining biri bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy Germaniya mollarining eng muhim xaridorlari ichida 2-o'rindan 4-o'ringa tushib qolgan. NATOning dengiz armiyasiga qo'mondonlik qilish huquqi Turkiyaga o'tdi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining dengiz armiyasiga 1 yillik qo'mondonlik qilish huquqi Angliyadan Turkiyaga o'tdi. Türkiye Avazı Radyosu xabarida bildirilishicha, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining dengiz armiyasiga Turkiya dengiz armiyasi alohida qismi 2024-yil 31-yanvargacha qo'mondonlik qiladi. Turkiyadan keyin Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining dengiz armiyasiga qo'mondonlik qilish huquqi Italiyaga o'tadi. Qozog'istonda parlament tarqitib etildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev parlamentni tarqitib etish va 19 martda muddatdan burun saylam o'tkazishga munosabatli qarornomani imzoladi. Türkiye Avazı Radyosu xabarida bildirilishicha, Qozog'iston prezidentlik mahkamasi parlamentni tarqitib etish va muddatdan burun saylam o'tkazish to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda To'qayevning iyunda o'tkazilgan asosiy qonun referendumi bilan Qozog'istonda texmo adil va raqobat kuchiga ega hukumat sistemasiga o'tish masofasining boshlanganligini bildirganligi qayd qilindi. Bildirilishicha, To'qayev buningdan keyin parlament saylamining aralashma tuzum bo'yicha o'tkazilganligini eskartib, parlament va yerlik parlament shakllantirishning yangi andisi saylovchilarning manfaatini davlat va rayon saviyasida to'liq qo'g'daydi. Vakillik organlarida keng doirada ko'z qarash bilan ta'minlaydi degan. U yana asosiy qonun referendumida yangi siyosiy partiyalarni qurish jarayonining osonlashtirilganligini ta'kidlab, siyosiy partiyalarning parlamentga kirishda erishgan ovoz nisbatining 7% dan 5% ga qisqartirilganligini, bu tuzilma o'zgarishlarning siyosiy raqobatni kuchaytirib, yangi siyosatchilarga yo'l ochadiganligini bildirgan. NATO Rossiyaning bahorda Ukrainaga yangi hujum qo'zg'ashga tayyorlik qilayotganligini bildirdi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti harbiy ishlar komitetining boshlig'i Rob Bauer Rossiyaning bahorda Ukrainada yangi hujum qo'zg'ash ehtimolligining yuqori ekanligini aytdi. Türkiye Avazı Radyosu xabarida bildirilishicha, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining yuqori darajalik harbiy amaldori Rob Bauer Turkiyaga vakolatan bosh shtab boshlig'i Yashar Güler qatnashgan NATO bosh shtab boshliqlari yig'inidan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Bauer Rossiyaning yangi hujum qo'zg'ash mumkinchiligi to'g'risidagi savolga javob berganda, Rossiyaning strategik nishonlarining o'zgarmaganligini,
shunga yangi hujum qo'zg'ash plani bor deb qaraydiganliklarini ta'kidlab, bu biz jazmlashtiradigan ish emas albatta. Ammo farazlarga asosan shundoq deyalaymiz-ki, agar Rossiya strategik nishonlarini o'zgartmasa, bahor faslida yangi hujum qo'zg'ashi mumkin. Darvaqa Rossiyaning plani mo dal shundoq. Shunga Ukrainaliklar buningga puxta tayyorlik qilib qo'yishi kerak dedi. Rossiya armiyasi 2022 yili 24 fevral Ukrainaga harbiy harakat qo'zg'agan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.